Tünügün sağınızdan qilish usulini chiqarsam, sağınızga zodi ximitur salmizmi yo'qmi deb nurg'un do'stlar ayrim uchirqibsizlar. Amsi bugun sağınızga qilishni o'rgangach, bu filmda tafsiliy tushuncha beray. İç usul oddiy, amsi o'rganish boshlaylik ketdik. Mana bo'lsa oilamizdagi qachida 4 qach atrofida 10, buning ustiga mana mava 5 gram ximiturush, 2 gram sudani ustiga selib, buning ustiga yana bir qo'shq tuz selib aralashtirib yetib, bir siqim qora kunjut va bir vaj piyozni siralab to'g'rab, mayda mag'nida ko'ydirib ustiga solamiz. Endi buning orqasidan bir chin atrofida may qo'yamiz do'stlar. Ishlatganim bo'lsa, Elnuri laborat hamkorligidagi ham ashani Ispaniyadan import qilingan haqiqiy alayt tunji siqim zaytun mayi. Araz do'stlar, navbatda odatdagi may ishlatsangiz cho'qim oldin tushitib olasizlar. Buning orqasidan bir chin suv qo'yib ximir yug'irish boshlaymiz. Bugun qilayotganimiz bo'lsa, xansangsi, buning tekshirikligi ichi yumshoq chiqadi. Navbatda odatdagi sangiz qilib qolsanglar, bunga ximir turishtirishning hojati yo'q. Sangiz qilganda ximirga ishlash nihoyat muhim do'stlar. Mana shunday ximir ravr ishlaymiz. Hamda ximirimizni o'tirdan 2 qilib pilt qilib, cho'ng kichiligini 300 gram atrofida uzib olib, ximir zugul qilmaydigan do'stlar, bu film tafsili ko'rsanglar buni qila olasizlar. Zugul qilib olgandan keyin ximirimizni yana 10 minut tindirib, vaqt to'shqanda o'tirdan echib, ximirni bir inchilashtirib olamiz. Ximirning tomliqi mana mushalatga kelgandan keyin sliyoq yo'gab yana 10 minut tindirib, orqadan mana shunday lag'man jinsiga o'xshash inchiga pilt qilib olib, qo'limizga yo'gaymiz. Ko'rib misha kapsul tuqqanlar ajrimga haqsiz bo'lgan yuraklarni besib, qo'llag'ach ko'rsanglar, qo'llagan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Qo'limizga yo'gab bo'lgandan keyin suratdagidek mana mushalatda piltining uzunligini tekshirib olsak bo'ladi. Oldin qatim piltini nechtal qildingiz deb bir do'stimiz so'rabdi ekan, bugun sanab beray do'stlar, ya'ni 7 tal pilt qildim. Hamda mana cho'qiga olib, mayna ravrs qizitgandan keyin buni to'xtamay midriltib turamiz. Mushunday qilganlar andin sangizimiz yaxshi cheklaydi-mu. Orqadan o'tning besimini normal tangshab, oldi keyinni chiroyli sarg'aytib, to'liq chichaklagandan keyin andin suzib olib, tayyor qilib olgan taksiga tizib, ustiga chuqum tangfin chachimiz do'stlar. Tangfin degan nima degan do'stlar? Qanitni ushaq izvasak tangfin tayyor bo'ladi. Mana shunday qilib bizning xansangizimizni tayyor bo'ldi do'stlar. Oxirida men ishlatgan zaytun meli lozim do'stlar. Har qaysi noy shaharlardagi Elnuri va laborat maxsus setish do'konlaridan setib olsanglarmi yoki Pashpat serqardan setib olsanglar bo'ladi. Qo'llagan do'stlar rahmat, kelar qatim ko'rishaylik, xayr xo'sh. Bugun sizlarga eyitlik dasturxonlarimizning guli bo'la oladigan yelpigich shaklli sanziq qilishni kutib qo'yay. O'zimni nayt churuk ham nayt yeyishib chiqdi. Ich usul moddiy bo'lib, birlik yo'singiz o'rganaysiz. Samsi o'rganish boshlaylik ketdik. Hamma savol ximir yug'irib olaylik. Ya'ni 3 piyola unning ustiga bir qo'shq atrofida tuz, mikenon tuxumidan 2 tal, 3 qo'shq atrofida may, bir qo'shq oq shakar va suv qo'yib ximir yug'irish boshlaymiz. Ishlatgan may bo'lsa Elnuri laborat hamkorligidagi xamashani Ispaniyadan import qilingan haqiqiy alayt tunji siqim zaytun mayi. Yana desam, yana shu do'stlar, sangizdan ximirga chuqum ravrs bekishlaymiz. Bo'lmasa sangiz biz o'ylagandek yaxshi chiqmaydi. Mana ximirni yug'irib tayyor qilib oldik do'stlar. Hamda ximirni o'tirdan 2 qilib olib, har birisini mana shunday zugul qilamiz. Ondan qilinligini nipizroq qilib yeyib olib, hamda buni shaklini odatda ishiltadigan chuchlarning jiltisidan cho'nroq qilib kesib olamiz. Arliq ko'rib misha kapsul tuqqanlar ajrimga bir taldan yaxshi yurakni besib, gullan ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llagan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Sangizning shaklini chiroyli va yalpig'ichsimon holatda mana mushalat tugib olsak bo'ldi. Hamda qazdimizga ko'proq miqdorda mayni qo'yib, mayni pek qizitib etmaymiz. 50% qizigan vaqtda bir-birlab selib, o'tning besimini normal holatda tangshab, oldi keyinni sarg'aytiblar suzib olgandan keyin yarim qach atrofida iris yoki mana o'xshash asal tayyor qilsanglar bo'ladi. Buningdan boshqana atirgulning bargisini imkoniyatdan bericha pushcha qilib izlasak yaxshi. Ondan sangizni avval asalga, ondan gulning bargisiga to'liq meligandan keyin taxsiga chiroyli tizib olsak bo'ladi. Oxirida men ishlatayotgan zaytun meli lozim do'stlar. Har qaysi noy shaharlardagi Elnuri va laborat maxsus setish do'konlaridan setib olsanglarmi yoki mening Pashpatim kirib serqardan setib olsanglar bo'ladi. Hamsi oyminglar muborak bo'lsin, xayr xo'sh.